Assalomu alaykum. Hamma yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Mana hozir bugun sochim oldim. Amerikada chet davlatlarda soch oldirish qanaqa bo'lar ekan deb qiziqqanlar uchun hozir sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'taman. Raisa. Cho'xadaji. Soch oldirish appointment olish kerak bo'ladi ba'zi yerlarda, lekin xitoyliklar va koreyslarda, sardoshxonalarda appointmentdan kirsanglar bo'ladi. 1 soatcha vaqtinglar ketadi, 1 soatda olib qo'yadi. 1 soatiga hozir men mana 35. Bular sizdan ham pul ko'payib ketdi. Bala, prichoskalar bugun boshqacha. Bugun bayram bo'lar ekan. Dollar to'ladim. Yuvib, boshim ukladka qilib qo'ydi. Shuga $35 to'ladim. Mana soch. Qarashdimi? Kommentda yozib qo'yasizlar. Stoychocha turibdi ayda. Tekin ko'rishadi.